Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Madina opa sizmisiz? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Mana shu yerda yashayapsizlarmi? Shunda yashayapmiz. Astagfirulloh. Menga ham oson bo'lmayapti. Bu holimda ishlash majburligimdan ishlayman. Sizga boshqalarga o'xshab bunaqa yaxshi ovqatlar kerak emas. Bizni qattiqdan ham qornimiz to'yaveradi. Ishlamasam bo'lmaydi. Maktabdan kelib o'qishga ham vaqtim bo'lmayapti. Aka, mana qo'llarim ham ishlamay qolgan. Tengdoshlarim oldida uyataman bunaqa ahvolda yurgan. Ahvolingni qara, turishingni qara, qo'lingni ahvolini qara deydi. Boshqalar ustimdan kulishini xohlamayman. Agar boy bo'lib ketsangiz nima qilasiz? Boy bo'lib ketsam, qo'lim operatsiyasini qildirgan bo'lardim. Yanachi. Ayamga uyoq bergan bo'lardim. Bir tarafda qo'lim og'rib uxlamayman, bir tarafda onam ahvolini ko'rib uxlamayman. Ey Allohimdan har kuni so'rayman duolarimda. Ey Allohim, bizga rahming kelsin. Bizni ham haqqimiz borki, baxtli yashashga boshqalarga o'xshab. Onam ham bizni boqaman deb qiynalib ketyapti. Qiyin ahvoldaman. Qizimning kashasini ham o'ylab turaman, bizga yetarmikan? Bittasiga nima qilaman deb. Bunaqangi qiyin vaziyatdaman. Farzandlarim suqatib qolishyapti, kechalari suqatib chiqishyapti, kasal ham bo'lib qolishdi. Biz ham uyli, joyli bo'lib yashaydigan odamlarga o'xshab, farzandlarim boshqa oilalarga o'xshab yaxshi yashashga haqqi bor-ku. O'zingga oson-ku, Allohim, bizni bunaqa holatda o'zingdan boshqasi yordam berib olib ketolmaydi, Allohim. Azizlar, bu videoni bejizga sizga Alloh ko'rsatmadi. Mana shu 3 ta narsani birga harakat qilsak, ularga yangi uy hadya qila olamiz. Birinchisi like bosing, ikkinchisi ehson qiling, uchinchisi mana shu videolarimizni 5lab, 10lab do'stlaringizga tarqatib, istoriyangizga joylang. Agar birlashsak, bu oilani ham uyli qilamiz. Alloh rozi bo'lsin barchadan.